Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkita rayonni taqqoslab ko'rsatmoqchiman joylarini, qayerda joylashgan. Birinchisi bu Jumeirah Village Circle. Bu o'sha circle, ya'ni dumonoq shaklda qurilgan aylana. Ikkinchisi Jumeirah Village Triangle, bu uchburchak shaklida qurilgan. Bu ikkita rayon Dubai Marinagacha 15 minutlik yo'lda yetib borsa bo'ladi. Downtown Dubai bu ham 15-20 minutda bemalol yetib borsa bo'ladi. Bu ko'cha nomi Sheikh Zayed Road deyiladi. Bu ko'cha nomi Al Khail Road deyiladi. Bu ko'cha nomi Sheikh Muhammad bin Zayed Road deyiladi. Nimasi yaxshi? Har bir rayonda o'zini targ'ibot sentri bor. Ya'ni mana bu targ'ibot sentri Nahil bu qurilyapti, yaqinda ochilishi kerak. Jumeirah Village Circle'da tayyor, o'sha Circle Mall degan targ'ibot sentri tayyor. Bu yerda Mason City Center bu ham tayyor mall hisoblanadi. Nimasi yaxshi bu ikkita rayonda? Mana hozir property monitorda ko'rsatib beraman. Qarang, mana birinchisi bu misol uchun Jumeirah Village Circle. Bu yerda 387 ta proyekt, qurilayotganlari 30 mingga yaqin, 29744 ta, tayyorlari 41077 ta xonadon bor. Bu ikkinchi rayonimiz Jumeirah Village Triangle, 52 ta proyekt bor, 6534 ta qurilyapti, 5509 ta tayyor uylar bor. Qarayotganingizdek, nisbatan Jumeirah Village Triangle'da uylar soni kam. Nimaga? Chunki bu yerda uyli ko'p, mana shu rayonda ko'p qismi o'sha villalar bilan qurilgan. Mana shu ozginagina, ya'ni visotka katta uylar qurilyapti. Shunga bu yerda joy juda kam, bu yerda esa joy kattaroq, bu yerda juda ham ko'p konkurensiya. Ya'ni siz buni arendaga beraman desangiz, sizda juda ham ko'p konkurensiya bo'ladi. Bu yerda juda ham kam. Men shu rayonni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki qurilayotgan uylar soni juda ham kam. Jumeirah Village Circle'ga qaraganda bu yerda o'sha 90% joy shu villalar bilan qurilgan. Birda 1,5 million, 2 million, 3 million va hokazo villalar bor. Sizni qo'shnilaringiz millionerlar bo'ladi. Meni qo'limda 100 dan ortiq variant bor. Agar sizga biron bir maslahat kerak bo'lsa, savolingiz bo'lsa, menga chiqishingiz mumkin. Telefon raqamlarimni pastda qoldiraman. Sog' bo'ling.